Furacha akalar, bu videoni o'tkazishga shoshilmang. Chus shahri global xalqaro logistika firmaga yetib kelganman. Shofyor akalarimiz uchun yaxshigina takliflarni berishyapti. Eng asosiy fishkalardan biri avtosug'urta, litsenziya, qolaversa tamojniy ruxsatnomasini bepul qilib beramiz deb aytishyapti. Hozir batafsil ma'lumotni Ubaydullo akamizni o'zlaridan olamiz. Assalomu alaykum. Furacha akalar, biz bilan ishlashingizga, hamkorligingizga juda ham qulay va imtiyozlar bilan sizlarga taklif qilyapmiz. Birinchi o'rinda litsenziyalaringiz bepul firmamiz hisobidan bo'ladi va avtosug'urta, tamojniy ruxsatnomalaringiz ham albatta firmamiz hisobidan bo'ladi. Hozirgi ijarachilarimizga va yangi hamkorlarimizga yana ham qulaylik qildikki, 12 oy uchun siz ijara to'lamaysiz, 11 oy uchun to'laysiz. Plus bu degani 1 oyga bizda siz uchun lugota bor. Xo'p, biz sizni doimiy o'zimiz yuk bilan ta'minlaymiz. Bu degani Rossiya, Belorussiya yoki bo'lmasam Xitoyga borgan vaqtingiz yuk qidirib kunlaringizni yo'qotmaysiz. O'zimizda doimiy shartnomalarimiz bor. Xitoy davlati, Rossiya, Belorussiya davlati bilan doimiy o'zimiz sizni yuk bilan ta'minlaymiz. Bizning asosiy maqsadimiz sizlar uchun qulayliklarni yanada ko'paytirish va tezroq ishlaringizni bitkazish. Yana takliflarimiz, agarda siz Yevropa davlatidan moshina olgan bo'lsangiz, pul olgan bo'lsangiz, biz uni yetkazib olib kelib beramiz hamda rastamoshyangizga yordam beramiz. Biz bilan hamkorlikda bo'lsangiz, albatta to'lagan rastamoshka pulingizni indiyasini qaytarib ola olasiz. Yevropaga chiqadigan akalarimiz uchun ham qulayligimiz bor. Bizda ofitsiant ishchi bo'lasiz va Yevropaga vizalarga yordam beramiz. Xo'p, manzilga keladigan bo'lsak, Namangan viloyati Chus shahri Hamkorbank ro'parasida ofis joylashgan. Telefon raqamlarini ham yozib qoldiramiz. Telefon qilib to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Aytib o'tilgandek, 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatamiz deb aytishyapti. Bu videoni barcha furacha shofyor akalarimizga yuborib qo'yisham esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.